ota kim bo'ldi? Voh. Ota ustunda. Otamiz bor bo'lganligi uchun kerilib yuramiz. Allohning roziligi ota-onamizning roziligining ichida bo'ladi. Alloh saqlasin, Alloh taoloning g'azabi, ya'ni o'zining g'azabini ham ota-onamizni g'azabini ichiga kirgizgan bo'ladi. Ota bizning namunamiz. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Yaxshimi, yomonmi, kasb kamolotda qanaqa, mavqei qanaqa, farqi yo'q. Biz uchun asos. Ota deganda gapiga kiradigan dunyoda bitta odam bo'lsa ham ana shu zot. Faqat tug'ilishimizga sababchi emas. Alloh bizga tanlab bergan kishi hisoblanadi. Biz u kishini tanlamadik. Biz otalarimizni tanlamadik, biz onalarimizni tanlamadik. Kim tanlab berdi? Alloh tanlab berdi. Allohni tanlab bergan bu zotlarini, ayniqsa otalarimizni biz qadriga yetishimiz kerak. O'tgandan keyin ehson qilishlar, o'tgandan keyin nimadir qilib berishlar u keyingi masalalar. Ular xalqning oldida chiroyli ko'rinish uchun bo'lishi mumkin. Lekin ularning hayotligida agar hayot bo'lsa otalar, ularning duolarini olishimiz kerak. Oyoqlarini uqalab, duolarini olib, sal yurganda orqaroqlarda yurib, kissalariga bildirmasdan pullarni solib qo'yib, pensiyalarini olib emas. Kissalariga pullarni solib qo'yib, kiyim-kechak razmerlarini bilamiz, o'lchamlarini bilamiz. Bozordan eng urfdagi, o'sha yoshiga mos bo'lgan ust-boshlarni kiygizib qo'yib, o'zimiz somorlarda zo'r ovqatlarni yeb yuribmiz, o'sha ovqatlardan yaxshisidan, qolganidan emas, zo'ridan zakaz berib qo'yib, olib borib, hali uxlamagan bo'lsalar, mana shundan yeb oling. Mana shu ota bo'ladi. Va eng muhimi, bu otalarimizga Alloh taolo davron degan sifat qo'yib bergan ekan. Bu nima sifat desa, bir kun biz ham farzandlarimiz bor, ota-onamizga qanday munosabatda bo'lsak, farzandlarimiz ham bizga xuddi shunaqa munosabat bo'lishi, bu Alloh taoloning dunyodagi bu jarayon, sunnat hisoblanar ekanda. Otam tirik bo'lganda qani edi, kasal bo'lsa bo'lganda ham mayli edi. Kasal bo'lsa ham mayli edi, men qaraverardim. Hozir endi yo'q. Mashinam bor, uy-joyim bor, to'lasam umraga jo'nataman. Shuncha hajga jo'natishga quvvatim yetadi, lekin otam yo'q. Boshqalarda ota deya olmayman. Faqat bitta kishi bor edi, u ham bo'lsa o'tib ketdi. Qani edi? Yosh bo'lgan ekanmiz. Hatto yosh keksalar ham shunaqa shikoyat qilganlari bor yo'q emas. Imom Xatib sifatida faoliyat qilamiz. Yosh keksa, qori biz yoshligimizda otamizni ko'p jo'ratgan ekanmiz. Afsus qilaman, qattiq afsus qilamanki, endi bolalarimdan qaytib turibdi. Yoki bo'lmasam, qani edi? O'sha paytda bilganimda ularga shu katta ehson berardim, katta yaxshilik qilardim ularga. Nimani xohlasalar berardim. Hatto qarang, bir yaqin birodarimiz bor, otasiga biz o'zimiz guvohmiz. Shunaqangi g'amxo'rlik qilgan, shunaqangi chiroyli amallar qilgan, lekin ana shundoq bo'lsa ham o'tib ketganidan keyin afsus qilyapti. Yaxshiroq qarasam bo'lardi-ku. Yaxshiroq izzat ikromlarni joyiga qo'ysam bo'lardi-ku deb afsus qiladi. Bu afsus juda ko'p bo'ladi. Otasi tiriklar yaxshilab eshitsinlarki, otangiz tirikmi, qadriga yeting. Otangiz tirikmi, Allohdan qo'rqing, xizmatlarida qoyim bo'ling. Hammamiz ota-onalarimiz agar tirik bo'lsalar, umrlariga umr qo'shsin. Vafot etgan bo'lsalar, Alloh taolo joylarini jannatda qilsin.